Shaharni qoq markazidan 3 xona, 4 xona qilingan Yevro remont barcha mebel texnikasi bilan sotilayotgan uyimizni obzor qilamiz qani ketdik. Asosiy zal mehmonxona qismi, televizorning zona, kruj prixoshkamiz. Bu yoqda birinchi spalniy qismini ko'rishingiz mumkin, marhamat. Bu fayzli xonadonimiz Yakkasaroy tumani MVD Korzinkani orqasida joylashgan. Umumiy maydoni 72 kvadrat metrdan iborat. Bu yoqda ikkinchi spalniy qismini ko'rishingiz mumkin, o'zini garderob mishkoflariga ega. Remontdan hali hech kim yashamagan. Kruj prixoshkamiz bu yoqda o'zini umumiy sanuzel qismlariga ko'zinglar tushadi. Elektrika va santexnika ishlarigacha absolyutno noldan remont qilingan. Zal qismida o'zini konditsionerlarini ham ko'rdinglar. Bu 4-xonani bolalar xonasi sifatida foydalansanglar bo'ladi. 2 ga 6 o'lchamli balkonimizdan unumli foydalanib oshxona qismi qilib qo'yilgan. Oshxonadagi barcha mebel texnikalar dit bilan joy-joyga joylashtirilgan. To'pli polda ham o'rnatilgan. Uyimiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bu uyda kim bilan yashagili kelsa, o'sha odamga videoni yuborib qo'yinglar. Bu fayzli xonadonimiz mana shu 4 qavatli g'ishli domni 3-qavatida joylashgan. Uyimiz narxini $147,900 so'raymiz. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun pastda opisiyanada uy egalari raqamini qoldirdim.